Salom do'stlar, sizlar bilan men Mr. Pro. Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi eng zo'r modlar sinab ko'ramiz. Qani let's go ketdik. Birinchi modimiz avtominer modi. Buni ichiga bularni solmasa yurmas ekan. Toshni solsak, o'zi tagida yo'l qurib ketadi. Rels nima kerakligini o'zlaring ham tushungan bo'lsalaring kerak. Bu ikkalasini o'zim ham tushunmadim. Keyin lavani olib atfuelda bitta bosamiz. O'zi yurib ketaveradi. Faqat sham qo'yib ketaveradi. Suvda yurmas ekan. Короче, 3-chi modimiz shu. Mana shuncha qurib keldi deb hisoblaymiz. Navbat 2-chi modimizga. Bu Cybertruck modi. Bu modni menga yoqqan tomoni juda ham tez yuradi, ham ko'rinishi ham ajoyib. Mana ko'rishingiz mumkin. Tez yuradi, faqat bitta blokdan chiqolmas ekan, ham joni ham bitta ekan. O'zini ovozlari ham bor. Bu tiqilib qoldi, boshqasi qo'yib ko'rsatib beraman. Mana ichlarini ko'rinishlarigacha zo'r. Haydab ko'rsanglar zo'r deydi. Ayniqsa survivalda. Lekin modlar ikkita o'lib qoladi. O'ylaymanki bu mod hammaga yoqdi. Yoqmasligi ham mumkin emas. Navbat 3-modga. Bu mod juda ham qiziqarli mod. Bu modni ko'rsatishimdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. 3, 2, 1. Mana do'stlar, bir tiyinlikka foydasi yo'q mod, lekin juda ham qiziqarli. Birinchisi mana. Nimaligini tushunmagan bo'lsanglar hozir ko'rsataman. Ikkinchisi mana. Mana olib ko'ramiz. Nomini o'qib ko'ringlar. Alloh. Nimadir? Yana nimadir? Buni nima foydasi bor desanglar, umuman foydasi yo'q. Prosta juda qiziq. Qaranglar, tabiat go'zalligini, qishloqning go'zalligini qaranglar. Mazza. Lekin bir tiyinlik foydasi yo'q. 30 sekundda o'tib ketadi. Bu modlarni qayerdan olishni hozir ko'rsatib o'taman. Bitta modimiz. Birinchi o'ringa o'rtadagi modlarni qo'ydim. Ikkinchi o'ringa Cybertruck modini, 3-chi o'rin avtominer. Bu modlarni qayerdan yuklab olsam bo'ladi desanglar, hozir ko'rsatib o'taman. 12 seconds later. Havolani ustiga bosasizlar. U yerdan Telegram bot degan ustiga bosib ocha olasizlar. Hozir ochiladi. Ochilgandan keyin boshlashni bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana shular orasidan topasizlar qidirib. Hamma mod bor.